Assalomu alaykum, Mahmud Rumboyev kanali obunachilari. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan xuddi shunga o'xshash video yaratishni ko'ramiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Darsimizni boshladik. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan sayt labs.google.com sayti. Biz shu sayt orqali rasmlarni tayyorlab olamiz. Rasm tayyorlashimiz uchun bizga prompt kerak bo'ladi. Promptlarni albatta ChatGPT dan olamiz. Biz shu promptni copy qilamiz va bu yerda labsga kirib style bo'limiga shuni yozib qo'yishimiz kerak. Va bizga endi faqatgina shu stylda rasmlarni tayyorlab beradi. Va kiraman birinchi kadr. Birinchi kadrni copy qilaman va bu yerga yozaman. Va enter bosam, menga endi shu birinchi kadr rasmlarni tayyorlab beradi. Bu yerda bizga ikkita taklif beradi. Qaysi rasmni tanlashingiz bu o'zingiz ixtiyoringiz. Ko'rishingiz mumkin. Rasmlar o'zgacha. Bu yerda buni saqlab olaman, menga shu yoqda. Endi ikkinchi kadr. Ikkinchi kadr uchun rasmni olamiz. Bu ikkinchi kadr, bizga buni olamiz. Bu saytga biz Google akkauntimiz orqali kirishimiz kerak bo'ladi. Va bizga bu yerda ko'rishingiz mumkin, kredit degan nimasini beradi. Bu yerda sizga adashmasam 500 ta yoki 1000 ta kredit berish mumkin o'zi. Bu yerdan buni saqlab olamiz. Shunday qilib, biz hozir 30 ta kadr yuboramiz bu yerga, ya'ni 30 ta rasm tayyorlab olishimiz kerak. Ya'ni 3 daqiqalik, 2 daqiqalik video bo'lishi uchun. Video yaratishimiz uchun alohida saytimiz bor. Shu saytdan foydalanamiz. Bu yerdan men shuni tanladim. Bu promotlarning barchasini Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Buni oldik. Olamiz. Bu yerdan bunu tanlaymiz. Olamiz. Bu sayt tekin, shuni ham aytib o'tay, bu Google'ning o'zining sayti. Rasm tayyorlab berish uchun. Bu yerda nafaqat bunday rasmlar, balki YouTube uchun, Telegram uchun post rasmlar ham tayyorlashingiz mumkin. Bu yerda hozir biz Samarqandni tasvirlayapmiz. Bu yerdan bunu olamiz. Bunu olamiz. Bu yerda bizda 30 ta kadr bor. Biz hali endi 14-kadrga keldik.
Bundan oldingi video darsligimda men YouTube kanalini qanday ochishni ko'rsatib o'tganman. Ya'ni YouTube kanal emas, Google akkauntni qanday ochishni o'rgatganman. Hozirgi kunda bilsangiz, O'zbekistonda Google akkaunt ochish muammo bo'lyapti. Ya'ni telefon raqam so'rayapti sizdan va shu orqali Google akkaunt ochish muammo bo'lyapti. Yana aytaman, siz bu promotlarni barchasini Telegram kanalimda topishingiz mumkin va biz qanchalik ko'p rasm qiladigan bo'lsak bu yerda bizda videomiz shunchalik uzun va yaxshi bo'ladi. Ya'ni 3-4 daqiqalik bo'ladi. Generatsiya qilib bo'lganimizdan so'ng endi shu rasmlar orqali video yasashimiz kerak. Videoni qaysi saytdan yasaymiz desangiz, bu yerda biz Grok saytiga kirib olamiz. Grokda rasmlarni generatsiya qilish mutlaqo tekin. Bu yerda Grok saytiga kirib olgandan so'ng bu yerda shu bo'limga kiramiz va endi rasmlarimizni ketma-ketlikda yuboramiz shu yerga. Videoga qo'yamiz formatini 480 format va 6 sekundga qo'yamiz va biz YouTube'ga video olishimiz kerak bo'lgani uchun bu yerga 16:9 formatni tanlab rasmlarimizni yuklashni boshlaymiz. Rasmlarimizni birma-bir ketma-ketlikda yuboramiz. Hozir birinchi rasmimiz qaysi ekanligini ko'rib olishimiz kerak. Shu rasmimizni yuklaymiz va shunchaki yuboramiz bu yerga rasmimizni. Bu avtomatik o'zi video qilib beradi bizga. Ko'rishingiz mumkin, bizga bir nechta video qilishga o'sha kirishib ketdi. Endi bu yerga yozamiz Grok uchun ko'rishingiz mumkin. Grok uchun ham biz video generatsiya qilish uchun prompt tayyorlab oldik. Endi bu yerdan videoni tanlaymiz va rasmimizni shu yerga yuklaymiz. Bu aytgandek, mana shu rasm. Birinchi rasmimiz. Buni tanlaganimizdan so'ng videoga o'tiramiz. Ctrl V qilib birinchi promptni yuboramiz va bizga videoni tayyorlashni boshlaydi.
mana ko'rishingiz mumkin, bizning 6 sekundlik birinchi videomiz tayyor bo'ldi. Endi plusni bosamiz va endi ikkinchi rasmimizni yuklaymiz bu yerga. Mana shu rasmga tashlamasam, mana shu rasmga yuklaymiz va endi mana shu promotni yozishimiz kerak. Buni saqlab olamiz. Birinchi videomiz saqlandi. Endi ikkinchi videomizga qaytamiz. Shu orqali biz hozir generatsiya qilgan 30 ta rasmimizni ham shunday video qilib olishimiz kerak. Bu ikkinchi kadr. Buni ham saqlab olamiz. Endi birinchi videoga qaytamiz. Shu videodan boshlaymiz. 1 3 4 5 6 25 26 9
va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Men barcha videolarni CapCut'ga yukladim. Demak, siz bu ishlarni telefon orqali ham qilishingiz mumkin ekan, agar telefoningiz ko'tarsa bu narsalar. Bu yerda hammasini yuklab olganimizdan so'ng shunday ketma-ket ulab chiqamiz. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, bizda 3 daqiqalik tayyor video bor. Endi siz bularni bemalol YouTube'ga qo'yib, YouTube akkaunt ochib, bemalol ishlatishingiz mumkin. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'yishni unutmang.